her maksud güldüren aya aşık olmuşam. Bilmem bağ işre bir aya aşık olmuşam. Gözü gayip yüzleri yıldaya aşık olmuşam. Menzilim bağ işre bir seraya aşık olmuşam. Assalomu alaykum qadrli musiqa shinavandalari. Assalomu alaykum. Barchaga bizni kuzatayotgan hurmatli teletomoshabinlarga. Qadrli musiqa shinavandalari, biz bugun yana tabiat qo'ynidamiz. Niyatimiz bugun yana musiqa targ'ibotini davom qildirish. Mana shu gujum daraxti ham Xorazmga xos bo'lgan daraxt. Albatta. Juda bir noyob. Televideniyada sohasida ishlagan Komiljon aka Rajabovning xonadonida o'sib turgan gujum. Bu bizga studiyaga o'xshab, yoz paytlari kelib shunday ko'rsatuvlar tayyorlaydigan bir maxsus joyga aylanib qolgan. Hayratingiz qanday bo'lyapti? Hayratim juda ham oshdi, chunki aytganingizdek, maqtashga arzigulik bir so'lim go'sha desak mubolag'a bo'lmaydi bu maskanni. Mana shu yerda bugun siz bilan birgalikda ustoz san'atkor Komiljon Otaniyozovni xotirlaymiz. Albatta. Dilrabo otash qo'shiqlar baxtimiz parvozidir. Ikki sohil iftixori Hojixon Sherozidir. O'zbek va turkmanning faxri Komil ustoz sozidir. Ko'ksida tor nola yetgan kuychi yil farzandiman deydi shoir Erkin Samandar. Haqiqatda ham hammamiz bu yurtda kuychi yilning farzandiga qiyoslanamiz. Chunki har bir xonadonda soz bilan, cholg'u bilan, adabiyot, san'at bilan shug'ullanuvchi inson topiladi. Komiljon aka Otaniyozovni bugun yana bir bor ana shu joyda bir xotirasini esga olishga jazm qildik. Shuning uchun ustozlarni, muxlislarni taklif qildik. Komiljon aka haqida qancha gapirsak, qancha targ'ibot qilsak ado bo'lmaydi. Har uchrashganimizda yangi fikrlar, yangi ijod namunalari paydo bo'laveradi. Chunki uning merosi noyob. Albatta. Bu insonni afsona desak mubolag'a bo'lmaydi. Komiljon ustozni kuy qo'shiqlari nafaqat Xorazm xalqi, butun O'zbekistonimizda sevib kuylanadi. Ularning qalbida bir chuqur joy qoldirgan taronalar desak mubolag'a bo'lmaydi. Xonanda hofizlarimiz Komiljon Otaniyozov qo'shiqlariga bevosita munosabat bildiradilar. Oddiy muxlis ham Komiljon akaning qo'shiqlarini kuylab yuborishi hech gap emas. Chunki undagi jarangdorlik, nafislik, o'ziga xos ijro har bir tinglovchini bee'tibor qoldirmaydi. Siz-u biz ham ijodkormiz endi. Biz ham onda-sonda xirgoyi qilib yoramiz, to'g'rimi? Mard yigitning aslin bilay desangiz, mard yigitning aslin bilay desangiz, marakada o'tirib turishin ko'ring. Marakada o'tirib turishin ko'ring. Albatta bizda muxlislar qatorida kuylaymiz. Albatta. Bu kamchiliklari bo'lsa ustozlardan uzr so'rab qo'yamiz, lekin shuning o'zi ham bir san'atga bo'lgan mehr muhabbatning bir hosilasi desak mubolag'a emas. Bo'lmasam Sarvarbek mavzuni boshlaymiz. Komiljon aka hayoti bilan, ijodiyoti bilan bog'liq fikrlarni bugun ustozlar aytadi, muxlislar aytadi. Chiroyli gurunglarni tinglab, huzur halovat olamiz degan niyatdamiz. Bo'lmasam hofizni eslaymiz. Marhamat. مشاطي قزاوم بزمير مولي وفا نما شمش كراو قلمشتمانم. Bugungi kunda biz ustozlarga e'tibor qilib, ularning so'zlarini tinglab, fikrlarini olib, albatta Komiljon akaning ijodiy merosini, targ'ibotini shular orqali bilib turamiz. Mening yonimda mashhur hofizlardan Gurlanlik Tohirjon Yo'ldoshev o'tiribdilar. Tohirjon aka, Komiljon akamning ijodiy merosini ko'p o'rgangansiz, ijro qilgansiz va bugun ham bu amaliyot bilan shug'ullanib kelyapsiz. Yoshlarimiz ham o'rganishda davom qilyapti. İcabı şu derece boy Komiljon akaning. Bu dunyoga kirsangiz chiqqingiz ham kelmay qoladi. Hamma janrda ijro qilgan Komiljon aka. Shu oddiy xalq qo'shiqlaridan boshlab
lirik qo'shiqlar, nasihat qo'shiqlar, mumtoz qo'shiqlar, suvaralar, maqomlar, o'zlarining ijodlari. Bu juda katta boylik bu. Bizning hayotimizda shunaqa bo'lgan. Bir ashulani Otajon aka, ya'ni Pomir akam aytgan bo'lsa, shuni bizlar keyin qarasak, shu ashulaning ko'pchiligini kommunalga ijro qilgan bo'lib chiqadi. Qaysidir bir o'tirishmada aytgan bo'ladi. Agar efirga chiqib aytmagan bo'lsa ham, keyin yana bir marta tan beramizda. Masalan, mana Komiljon akaning shu bir chetda yotgan she'rlarni topib, shu she'r ko'pchilikka ma'lum emas. Masalan, mana maxsus ashulasi. Yusuf Amiri degan yozgan buni. Amir Umarxon Amiri emas, undan oldin o'tgan Taxallus Amiri bo'lgan. Bu o'zbek she'riyati antologiyasining kitob bor. Shuni izlab topdim men shuni. Bo'lmasa shu Amiri juda mashhur shoir bo'lgan emas. Lekin aynan shu maxsus degan ashulani she'r g'azalni shu yozgan. Vafot bo'ldi janonga maxsus masalan. Bu ashula o'zining ikkinchi, uchinchi umrlarini hozir tiklayapti yana. Yana bu ashulamizning o'zina xos samoni, bu ashulani vodiy tarafga mos kelaveradi. Bizlarga juda mos keladi. She'rning g'azalning o'zi ham go'zal. Endi bir ajoyib kuyning o'zi ham go'zal. U shoir qayerda yashagan o'zi? Bu vodiyda yashagan. Keyin masalan mana Aylab keling degan qo'shiq bor. Zavqiy degan shoirimiz o'tgan. Muqimiy Furqatlarning shogirdi bo'lgan Zavqiy. Ijodiyati juda katta emas Zavqiyning. G'azallarim juda ko'p emas. O'sha Aylab keling degan g'azalni topib, shunga shunday ajoyib kuy topib tayyorlagan ijod qilgan shuni Komiljon aka. Bu ashuladan hammaga manzur kulbam aro ey malqa bir yo'l xirom aylab keling. Bu boshqa kuylarga solingan bir so'z bu. Ha. Mana masalan Egam Rahim akamiz, qaram shoiri. Buni hech kim juda xush shoir deb aytmaydi-ku, to'g'rimi? O'sha yillarida tuprog'i jondan aziz, bog'i bo'lsan san vatan degan Muhammadni yozgan. Shu Komiljon aka, Komiljon usta shunga ajoyib kuy topgan axir. Shu Muhammadga shu kuy tanlab bilgan axir. Egam Rahim so'zi. Jondan aziz ki bog'i bo'lsan san vatan. Suvlari dardkash pokash rohati jonsan vatan. Bog'lari bulbulga maskan bir gulistonsan vatan. Kuylasak ishqini har satri bo'lur doston vatan. Ajoyib kuy topib ijod qilib shu qo'shniga yaratgan axir. To'g'ragi jondan aziz kim bog' bo'stonsan vatan. Tog'lari yo'lida olov katta davonsan vatan. Bog'lari bulbul yamasdan bir gulistonsan vatan. Suvlari dardkash pokash rohati jonsan vatan. Kuylasak ishqim har satri bo'lur daston vatan. Sadri Gusvandagi so'z ham Egam Rahim so'zimi? Albatta, kirish qismi. Vakka oldi aqlimi, nozbilla jononlar. Ha. Endi men buni shu Komiljon akam to'plamidan boshqadan ko'rib aniqladim buni. Bu Mumtoz Navoiyga qanday kelib qolgan bu? Bu endi maqomlarning ufarisi bo'ladi. Ufarisi to'g'ri. Lekin keyindagi so'zlar xalq so'zlari. Ha. Oxirdagi. Egam Rahimning Ijod g'azali bilan boshlangan. Komiljon akaning e'tiborliligi, ijodkorligining ta'siri bor bu yerda. Aha. Shu so'zni topib tanlagan shunaqa. Shu xalq qo'shiqni ikkisini birgalikda bastalagan. Masalan, oxirindan-da. Bu ham Komiljon akaning o'zining xos tomonlari. Endi klassikaga o'tsak ham. Chunki bu yerda Komiljon aka o'zi asli Niyoziyning o'g'illari axir. Shuning uchun Komiljon aka o'zi she'riyatdan xabardor bo'lgan. Komiljon aka ulkan san'atkor uchun ham juda katta pul bo'lgan bu. Chunki g'azaliyatdan xabar bo'lgan, eng asosiysi g'azaliyatdan. She'rni tanlab ham bilgan Komiljon aka, o'zi yozib ham bilgan, ham shu she'rga qarab kuy tanlab bilgan axir. Shunaqa bir qo'shiqlar bo'ladi. Ya she'ri yopishmay qoladi, ya she'r yaxshi bo'lsa kuy yopishmay qoladi. Ana shu narsa shu kamchilik bo'lmagan Komiljon aka. aldı aklım ya naziyel canalar belki aldı aklım ya naziyel canalar düşmeyledi berbat yarana komaki akramal eyvah komaki akramal
hasreti yadıma düştü. Juda ağır hasreti yadıma düştü. Sensiz ötken ömrüce alman eyleyin. Gürcistan'a varar vaktin yetişti. Cesed içre hastaca alman eyleyin. Gürcistan'a varar vaktin yetişti. Cesed içre hastaca alman eyleyin. Sensiz ötken ömrüce alman eyleyin. Sensiz karanlıdır yaktın cehanım. Fırkatında çıktı teremde canım. Kel kel indi sen serruh İranım. Sensiz ötken ömrü canıma neyleyin. Kel kel indi sen serruh İranım. Sensiz ötken ömrü canıma neyleyin. Cesed içre hasta canıma neyleyin. Sensiz bunda oynamaram, yürümeram. İpek köylek giyip yakada akmaram. Çıralarım sancılıydan çıkmaram. Tacı devlet hanımına neyleyim. Çıralarım sancılıydan çıkmaram. Tacı devlet hanımına neyleyim. Sensiz ötken ömrü canıma neyleyim. Cesed içre hasta canıma neyleyim. Shoirning bir fikri bor. Men shaxsan orzuni kuyga sololgan. Shuning uchun tarixda nomim qololgan. Bugun ham kuychi yil nomin ololgan. Hojixon Komiljon Hofizdan ma'lum degan. Xorazm qo'shiqchiligi an'analarida juda ko'p ustozlar e'tirof qilinadi. Shular ichida endi Komiljon Otaniyozovning o'lmas meros sifatida juda ko'p qo'shiqlari bizgacha yetib kelgan. Biz ana shundan xursandmiz. Komiljon Otaniyozov ijodiyoti bugun o'zbek milliy musiqa san'atining hamma jarayon targ'ibotlarida bor. Bugun ham o'ziga xos targ'ibot bo'layapti. Albatta ustoz, Komiljon ustozni ohanglari, navolari qalblarga chuqurroq singishi bilan insonlarning qalbida muhrlangan, xalqimizning yurak urushiga aylangan desak, bu mubolag'a bo'lmaydi. Komiljon Otaniyozovning tavallud sanalari iyul oyida har yil nishonlanadi. Bu yil 109 yillik tadbirlari Urganchdagi Hofizning uy muzeyida uni shogirdlari, izdoshlari, muxlislari to'planishdi. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artistlari Xorazm maqom ansamblining rahbarlari aka-uka G'ofurjon va G'ulomjon Eshonovlar rahbarligidagi bo'lib o'tgan tadbirda mana ustoz va shogirdlar uchrashdilar. Ana shu jarayonda biz ham bo'lib, ijodkorlar va muxlislardan fikrlarni olganmiz. Ana shu joyda Hofiz Komiljon Bobojonov fikr yuritdilar. Komiljonning ismi ham shu Komiljon Hofizning hurmatiga qo'yilgan ekan. Bularni alohida bir e'tirof qilib o'tdilar. Hozir ana shu joydan lavhalarni, fikrlarni havola qilsak. Marhamat, bizni kuzatishda davom eting. Ne apetler ki bulmuş rüzgarım içine külküldür hatadır gel duman etse emiri hoş geldin değil cihanda her ne kimse gel buyur uzak
için değil, şikayet kılmayı ki ben sıra sen eslerken ne senden duray ne benden durna şarkı cineler yandı. Kamuzcan Ustaz'ın bizler nevere şagird hesaplanamız. Çünkü tiyatrda Bekçaniki Atacanov, Kamuzcan Ustaz'ın şagirdleri bilen birlemen bir sahnada rollarını icra kılıp, aşırılarda sırlarını öğrenişke muvaffak bo'lgan men. Günün esnasında mana şu ustazlar hakkında so'rab koyardım da. Ataniyaz Axun bu kişinin ataları xonlik davrida juda yechilishi qiyin bo'lgan masalalarga shu kishiga murojaat qilib yechilgan. Chunki ikki dunyo ilmini egallagan desa bo'ladi-da bu kishilarni. G'azallar yozganlar. Ataniyaz Axun mashvarat o'tkazadigan bo'lsa, qandaydir bir musiqiy tadbir, shoirona mushoira kechasi o'tkazadigan bo'lsa, Hacıxon Baltoyev matpanotalarini, qarra to'plarini, Balabaxshi Abdullayevlarni, She'roz otalarini albatta shu davraga chorlar ekanlar. Shu Hacıxon ustozlar 30 yosh deb faraz qilsak shu payti, Kamuzcan ustoz 15 yoshlar payti bo'ladi. Ana bog'liqlik qanday boshlangan? Ustoz shoirlik rishtasi bu kishining atalaridan ustozlarga mehrini oshirish mana shu joydan boshlangan. Albatta, keyinchalik ustozlardan eshitganimiz Balabaxshi Abdullayevga shogird tushganlar. Kamuzcan ustozlarni yozib, qo'lga tarini berib Kamuzcan ustozga sen hafızlık yönelişinde hem icra kılsan bo'ladi degan gapni aytganlar deb ustozlardan eshitganimiz bor. Bizni ota-onamiz ham shu Kamuzcan ustoziga nisbat qilib Kamuzcan qo'yishgan. Sharjodan kelishim bo'lgan, o chaqaloq paytimiz, yig'i ko'p bo'lgan. Ovozimiz ham, tovushimiz ham endi shu vagonda juda bir larzaga keltirganda, aynan shu vagonda Kamuzcan ustoz kelayotgan ekan. Charchagan bo'lgan ustoz, tinmasdan ha deb go'dak yig'laversa, bu onasi bormi buni? Ha bir sutini bersin. Belki öp gelin bunu deyip ahırı beni köterip anam öp gelin ekanlar. Buncha yig'lattın bu balani bu qara. Shunda dedi mana shu joyimni bosib Kamuzcan bo'ldi ismimni. Kamuzcan qo'yasan deb aytgan gapi bor ekan. Bu anam Alloh rahmati menga aytib ketgan edilar bu gapni. Endi uyimiz haqida men ta'rifga tilim ojiz. Haqiqatan bu yerda ko'rib turganimiz eksponatlar deymiz. Bu kişinin tarihi suratları, özü hayatta basıp ötken izleri şunday görünüp şunday bir eksponatlar bilen boyatilgan. Ekseriyeti ben etibar kılsam ustazının kolu tekken nerseler. Yaşıp ötken Kanadalılar da şu. Her gel şerif şu ziyaret kılganda köyünümüz tağ deyip coşup yakışı tasırat bilen getemiş şunday. Gönlüm içren yargım yedirmezdim serada hengay. Hoş için ulan ustadır mendim şemperadey. Sal düşkün dilbera canı ciğerim otey. Vadari gavlüttü ömrüm zaya birdim badey. Guvoh bo'lib turibmiz. Oddiy bir xonadon. Kamuzcan Ataniyaz shu dabdabali saroylar qurmagan, uylar qurmagan oddiy bir xonadon. Mana Beshag'ashda Toshkentdagi uylar ham shu xuddi shunday. Kamuzcan ustoz har bir insonni qalbida qasr qurib ketgan. Odamlar shu yurun qilganda, gapirganda shu odamlarning qalbidagi saroyda o'tirgandan, Kamuzcan ustozning saroyida o'tirgandan o'zlarini his qiladi. Tarixiy voqealar, tarixiy rasmlar, kiyimlari, torlari chalgan hammasi mana shu yerda mujassam. Hamma ko'rib bahri dili ochilib, xuddi Kamuzcan Ataniyazov bilan diydorlashib turgandan bo'lib ketadilar. Qanday yashaganlarni bir ko'zim bilan ko'ring degan insonlar bu yerga keladi. Qalbida, yuragida Kamuzcan ustani his qilgan, uni tanigan, uni qo'shiqlardan bahra olib insonlar keladi. Kamuzcan ustozni nomi barhayot, oramizda jismoniy bo'lmam bilan butun elni qalbida yashab barhayot bo'lib kelayotir. Kamuzcan ustozni qo'shiqlari o'lmas asarlar bo'lib qoldi, tarixiy asarlar bo'lib qoldi. Kamuzcan ustozni qo'shiqlarini aytaman deb yurgan, hamma intilib yurgan shoirlar ko'p. O'zimiz ham orasida shu Kamuzcan ustoz deb unaqa ovoz, unaqa dard, unaqa mayillik, unaqa bulbul sifat ovoz hech qachon kelmaydi u. Ustozni yaratgan asarlari hali qancha asrlargacha davom qiladi.
yoshligimdan shu mehr qo'yganman. Xorazm yo'li san'atiga. Surxondaryoliklar nomidan kelganman. Ustani endi o'tgan umrlari bu yerda hammasi tasvirlangan. Sozlari bilan, do'stlari bilan, shu elga qilgan xizmatlari hammasi namoyon, yorqin bo'lib namoyon bo'lib turibdi. Elni tilida bo'lsin, dilida bo'lsin. Yoshlarimiz havas qilsin deyman. Hamma qo'shig'i ham dildan joy olgan, lirik qo'shiqlari bor. Shu qo'shiqlardan endi xirgoyi qilib yoshligimizda aytganmiz. Undan qolaversa o'zimizda ham o'tgan shu Komiljon ota bilan birga ishlagan Abdulaziz Imomov ustozlar bor. Badiiy rahbar bo'lib ishlagan ko'p yillar. Shuni qo'shiqlardan ijro qilib turamiz to'y hashamlarda hamisha. Nigora qangas qilib ko'nglim manganda netay kim yo'q yuragim sanda ko'ngil qanbaq ladim onan dubulbul keliyar kulib qilsang chiqanganda keliyar kulib qilsang chiqanganda. Komiljon akam bize yaş dövrümüzde 12-13 yaşar vaqtlarimizda zabardast bütün dünya tan olgan san'atkor edi. Bütün dünya memleketlerine barıp konsertlar berar edi. O vaqtları mikrofonsuz qishloqlarimizga barıp shunday bir xalq san'atkor edi. Ben bir meseleni eslayman, şu Xudo rahmatli otam Komiljon aka bilan juda yaqin edi. Katta akamni Moskvada o'qir edi. Shu Moskvaga yuborish uchun tashavvuzga bordik. Samolyotda teyincha borib turamiz. Shunda Komiljon aka birinchi tushib keltir, Sherozi yoqali palto, Sherozi to'ppi, qo'lida endi putlarni olganda bilimimiz putlar. Shunday Komiljon aka tushib, rahmatli otam bilan quchoqlashdi. Shunda otam Komiljon o'g'lim Moskvada o'qibdi dedi. Shunda Komiljon aka, Sa'dul aka bolalarni bilimli qilish kerak. Size rahmat. Ben yanımda 12 yaşar bola durupman. Bu kichkina o'g'lim Bahodir desa, meni quchoqlab qo'lima "Marojniysan" deb pulla bergan. Men Komiljon akamning oxirgi hayotlarında ko'p xizmat qilganman. Mana Shovotda 74-yillarda ansambl ochildi. Komiljon akam shu kasal bo'lib, shogirdlari bilan Shovotda ansamblda xizmat qilgandan, men shu vaqtlari 16-17 yaşar bola shu borib Komiljon akaning konsertlarida bo'lib, bualarımız bilen şunu hizmetinden çay katnap yürüyenlerim esimde. Komiljon aka tekrarlanmaz san'atkor bu. Yurtumuzdan Komiljon akaya o'xshagan san'atkorlar yana chiqaversin. Shu men yosh davrimda yeganman bu uya. Endi hozir mana bütün xalq kelyapti bu yerga. Muzeyini tomosha qilyapti. Bugun Komiljon akani bütün yurtimiz eslaydi. Bu kishi shunday ovoz sohibi. Tekrarlanmaz. Tili boshqa bo'lsa ham shu Hindiston bu kishini san'atiga yuqori baho berib, filsafo qilib bergan. Türkiye'likler olsa tamamınıza mikrofon koyup size hatta ki teşirtiren de. Görmeyim aşığın yüzün, aşığı kalsa bulmaz. Yürek bağrı düğmese bir oda yansam olmaz. Semendel ot içre, yanmaslı salsa bulmaz. İşkın düştü yürekke, çıkarıp alsa bulmaz. Derya adamgan yaşlıya kaytarıp alsa bulmaz. Buy buy buy, ala göz buy buy buy, ala göz buy buy buy, ala gözü gel beri hey, kara gözü gel beri. Komiljon ustozning ashulalarini oldindan yaxshi ko'rib aytar edik. Siyg'oqlari bor, chapandoz suvaralari, sho'x yellalari bor, hammasini aytib shu qiziqib yurganmiz shu insonga. Komiljon usta mana shu uylarga da tashrif buyurgan. U 64-yillarda mening otam bilan qatnashgan odam. Borib shu vaqtlari Bekjon aka bilan keldim, Bekjon Otajonov bilan. Shular esimda men. Ishqing o'tiga kuygan keldim. Aydi jamolingga ko'rgan keldim. Sevda yüzülping düştü başımga. Sendin doğsuna alğan keldim. Sendin doğsuna alğan keldim. Aldı könglimni meni bir yine dilber yine
Aldı ko'nglimni mani birgina dilbergina, tishlari gavhargina, yuz lablari shakargina. Tishlari gavhargina, yuz lablari shakargina. Shu ashulalarni hamisha yaxshi ko'rib aytganmiz. Bu ashulalar hech vaqt o'lmaydi. Mana bugun ziyoratga keldik. Juda hayron qoldim. Hozir shu rasmlarni birma-bir ko'rib chiqdim. Komiljon ustoz shunday ko'p yerlarda tushgan ekan, qadimgi Xorazm kiyimlarida choponlarni kiyib, telpak, cho'girmalarni kiyib mamnun bo'ldim. Yurtboshimizga rahmat, prezidentimizga katta mana shu san'atni juda hurmat qilib turibdi. Bundan keyin ham hech vaqt odamlarning izi uzilmaydi bu yerga. Mana bugun ham qancha odam kelib turibdi. Hammasi xursand. Men ham shu niyatim shu oilam bilan kelib, bola chaqam, nevaralarim olib kelib shular ko'rsatish niyatim bor. Kalmışam aşk imayı taban, Hürşit kebiyiz. Könlüm yeni seyli gamın eyledi veyran, Bastın din anitüz, bastın din anitüz. Gel be aşevdi şamı bırakın uzak oldu, Suvidin eser yok. Külmem yekilim eyle ki Hürşidi dürakşar, Kılgıl anı gündüz, kılgıl anı gündüz. Sənət sahəsi qaysı kəsb egəsi bolışıdan qəti nəzər Ahəngabadek özüge tartıb kelgan. Ben köp kelaman bu yerge, uy muzeylarga. Meni she'r yozishimga, ijodimni boshlashimga ham Kamiljon Atani yozibni ko'rik tanlovi turtki bo'lgan. Xorazm san'atin yurtga tanitgan Kamiljon ustozim ruhing bo'lsin shod. Barcha joyda muxlislarni rom etgan Kamiljon ustozim ruhing bo'lsin shod. Xorazm san'atin yaratdi lazging, Ganga qizin maftun etdi ovozing. Hindiston elinden zafer keltirding, Kamiljon ustozim ruhing bo'lsin shod. Atalıkны malın bakkan günlerin, Türkmen elin kaltırattı kuylerin, Barcha joyda çün yüreğden kuyledin, Kamiljon ustozim ruhing bo'lsin shod. Xorazm eliga bo'lgan ehtirom, büyük hizmetlerin bildi yurtboshim, biz şadlandik senga bergan unvondan, Kamiljon ustozim ruhing bo'lsin shod. Shoirting oldi qo'liga torin, baralla kuyladi jo'shib ovozin, Qutlumurod aytdi yurakda borin, Kamiljon ustozim ruhing bo'lsin shod. Her dem bana yüz cefa kurursan, her dem bana yüz cefa kurursan, min derke müptela kurursan, min derke müptela kurursan, katlımga kılıp gözünü cellat, katlımga kılıp gözünü cellat. Kastımga kaşın yakursan, kastımga kaşın yakursan. Şimdi ben ilk adamımla Kamiljon Atani yazıbını kuşlarına raksa düşüşten başlaganman. Şu 64. yılga gelgen bolsam, ömrünü ahırına çel, 75. yıl vefat etti. Şuna çelle ben birge işledim ustaz bilen. Bire gelsem şu yaşlıkım yadıma düşedi. Yine hazır bütün dünya danıydı 68 devletine raks asosyasiyasına zaman. 17 dilde lezgi raksı boyunca kitabım çıkan. Şu insanın arkasından Gevermet Yakuba buldum ben. Aytkan kuşukları, indi ben şunda baytayım. Onu vefat etkenine nice yıllar ötüp gitse, şunca yıllar belend bolup badır koşuklara. Yok alıp gidedik koşuklar. Lakin nice yıl ötse 12 yenge deyin. Terbiyeyi ehemmiyet çıkardı, ilmi taraflamam. Bilimli insan edi. Aşağıdayı kazan bizim yürümüyümedi vefa. Namaşamış gönül bulmuşsanım. Toyjon aka, endi Kamiljon akaning ijodiyotini Gurlan bilan bog'langan voqealardan xabaringiz bor. Muxlislar ham ozgina bir bundan xabardor bo'lib qo'ysa,
Chunki Komiljon aka Gurlanda ishlagan va yashaganlar. Komiljon akaning Gurlanda ishlaganligi haqida avval ma'lumotlar kam bo'lgan. Hatto ko'pchilik bilmaydi ekan ham. Men o'zimdan so'raganlarim bo'ldi. Komiljon aka Gurlanda ishlaganmi deb. Aniq ishlagan. Bizda Xudoyor bobo degan bo'lgan. O'zi san'atkor bo'lgan, dutariy bo'lgan. Ham Gurlanda 35-yilda teatr tashkil qilingan. O'sha paytda boshqa rollarda bo'lmagan. Komiljon aka shu 1935-yillarda 18 yosh paytlarida kelgan Gurlanga. Xudoyor boboning Xudoyor Pog'li laqabi. Bu Pog'li degan laqab ham shunda aytganda shu o'ziga chiqqanda bir yaxshilab. Shu yerda muxlislardan bir kenari Pog'li bo'la degan. Pog'li do'stchi. Uni keyin shu bilan bu Pog'li degan so'z laqab bo'lib qolgan. O'zi asl nomlari Xudoyor bobo. Bu 1900-yil tug'ilgan. 1975da Komiljon akadan oldinroq qochib bo'lgan. Kecha o'sha bobomizning nevarasi bilan gaplashdi. Nevarasi o'zining otasidan so'rab ko'p gaplarni eshitgan, so'rab olgan. Otangiz qochib bo'lganda dedi, Komiljon aka keldi dedi. Iyun oyida qochib bo'lgan. 75-yilda. Komiljon aka noyabrda. Kelib aytgan ustozim dedi, o'zi tobim yo'qroq. Shundan keldim deb kelib duo qilib ketganlar. Keyin qachon Tashovuzga o'tsa, bir kun elda kelib uyda bo'lib yotib dam olib ertasi ketadi ekanlar. Tashovuzda ansambl ochgan paytlari bor Shamsidin, Komiljon akani. Obul aka uyda kirib qo'nib o'tadi ekan. 35 da kelib shu 40-yillargacha ishlagan Gurlanda. Ilk parvozini Gurlandan boshlagan desak juda to'g'ri bo'ladi. Yana bir gap esimga tushdi, so'rab oldim shuni. Anvara Otamorovda degan jurnalist ayolimiz bor dedi, opamiz. O'sha aytgan, Komiljon akani ishga olib Xudoyor boboning qo'l qo'ygan mehnat daftarchasi bor ekan. O'sha shu Anvarxo'da bor ekan shu kopiyasi. Ana bu aniq isbot bu. Shu yana Xudoyor bobo degan shuna qo'l qo'yib Komiljon akani ishga olgan. 18 yosh vaqtida. Ana bular ham yangilik kelsak to'g'ri bo'ladi. Albatta, Komiljon aka ijodi va hayoti bilan bog'liq voqeliklar juda ham ko'p. Mana hozir Gurlan bilan bog'liq fikrlarni eshitib ham hayratlanib turibmiz. Sarvarbek, Komiljon Otaniyozov ijodiyoti yoshlarning ijodida, ularning repertuarida yashayotganligidan xursandmiz. Bugun mana ustoz shogirdlar davrasida mana kichik avlod vakillari ham qatnashyapti. Haqiqiy navozandalar bugun jam bo'lgan. Ko'rsatuvimiz mobaynida mana ustoz san'atkor Komiljon Otaniyozovni bugun xotirlar ekanmiz. Juda ham taassurotlarim ajoyib. Komiljon akaning shogirdlaridan birisi O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti Bobomurod aka Hamdamov. Bobomurod akaning izdoshlari, shogirdlari juda ko'p. Farzandlari ham bugun u kishiga izdosh. Aynan dasturimizda mana mehmon bo'layotgan Shamsiddinjonni fikrlarini eshitamiz. Shamsiddin, Komiljon akamni ko'rmagan bo'lsangiz ham dadangiz o'rtasidagi bir xotiralarni bilarsiz. Komiljon Otaniyozov haqida gapiradigan bo'lsak, aytganingizdek ko'rmaganman, lekin ko'rmasak ham juda uyda ko'p gapirilardi. Xuddi bir yo'llarda ko'rib, yo'llarda birga yurganday menamda bunday hissiyot, shu daraja ko'p. Endi biz usta buva deb gapirganmiz. Bitta voqea bo'lgan, o'sha joyda bir odamga juda bir havas ham qilganman. Bir xizmatga borib qoldik, Yangiariq tumaniga xizmatga borib qoldik. Shunda muxlislar shu to'y egalarining to'ygacha albatta mehmon qilib choy-poy ichib turganimizcha Komiljon Otaniyozov menda sal hayotlarida sal betob bo'lib qolgan ekanlar. Shu betob bo'lib qolgan paytlari bir baribir muxlislar qo'ymaganda endi eshitaylik bunda mazali ovoz eshitgisi keladi. Sal mazalari yo'q payti aytgan ashulalari bor menda deb nimani qo'ydi. U ham yoq-yoqlari uzilgan, nima qilgan. Eshitib tursam, endi avjlar yo'q, albatta mazalari yo'q. Ora-orada shunaqa bir dardli, mungli nolalar ketyapti, o'ng'illab va shok bo'lib qoldim to'g'risi. Bu odam bolasidan chiqyapti. Bu nolalar dunyoda birinchi o'rin deb tan olingan Hind san'atining raga yo'nalishi bor-ku, shular ham orqada qolib ketdi, to'g'risini aytsam. Bu qanaqa nola bo'ldi-yu, bu qanaqa nima bo'ldi? Hayron bo'lib aytdim. Hali bu zapisda shunaqa eshitilyapti, bu jonlisi qanaqa bo'lgan ekan bu odamni. Dadam maza qilgan ekanlar-da, shunaqa bir hayratlanib, hayron bo'lganman. San'ati, ilmi chegara bilmas ekanda, bo'lmasa ne nola qochirmalarni eshitib maza qilganmiz. Hech biriga o'xshamaydiganda yana. Shu darajada bu ustozlarimiz ta'riflashga til ojiz. Bular bir xalqimizga beminnat, halol xizmat qilganlar. Bundan o'rnak olishimiz kerak. Hozir shogirdlar bilan yo'lda suhbatlashib keldik. Bularning bir zo'r nimalari bo'lgan. Muxlisni xalqqa o'ziga ergashtirgan. Qo'limizdan kelgancha biz ham bahodir qudrat o'rganganlarimizni keyingi avlodga oshiqcha nola qochirib bermasdan, eshit hammasini
Kamoljon ota-onamiz, buyuk ustozlarimizni ham biron joyda bir qo'shmaydigan nola yo'q. Hammasi joy-joyida. Hammasini o'rniga qo'ya bilishda gap. Qo'shiqlarni aytamiz, xalq bu so'raydi. Muhammad baxshilar, olam ichrasan kabi taxt uzra sulton ko'rmadim, shularni aytib yuramiz. Og'alar tun kecha Halab Shirvondan biri-biridan go'zal nola gulmalari, so'zi ham o'ziga tushgan, musiqasi ham bir-biriga shundoq bir ta'riflashga til ojiz. Bugun navozandalar davrasi, muxlislar davrasi, mana tabiat qo'ynidamiz. Bir rivoya qiling. Olam ichrasan kabi taxt uzra sulton ko'rmadim. İşqin içre bir meningdey çeşme giryan görmedim. İşqin içre bir meningdey çeşme giryan görmedim. Kavmetin bağıra, kavmetin bağıra, servi hıraman görmedim. Ben senin işqin bilen hiç yerde devran görmedim. Geç dedip ağlandı sen deyma taban görmedin. Sütün açılıp ağız gizip ruhaya koyulan Kaçayım ruhaya koyulan Kaçayım ruhaya koyulan Kuşak koyun Kavun getirsin nefes değil Türküdür kan Saki gözümde ağlar Türküdür kan Saki gözümde ağlar
Kamiljon aka juda ajoyib shogirdlarning ustozi bo'ldi. Shogirdlari ham mashhur ustozlar bo'lib olamdan o'tdilar. Ortiq aka Otajonov, Bobur aka Hamdamov, Olmaxon opa Hayitova, shunga o'xshagan san'atkorlar Xorazm qo'shiqchiligida avvalom shu Kamiljon akaning shogirdi deb e'tirof qilinadi. Mana yoningizda O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti Bobur aka Hamdamovning o'g'illari bugun dasturimizda mehmon bo'layapti. Endi shu fikrimiz asnosida Bobur aka bilan Kamiljon akaning hamkorligi haqida nima bilasiz? Qanday xotira bor? Endi xotiramiz ko'p ko'rganmiz ularni. Shularni o'zidan kelib chiqamiz. Bobur akaning. Masalan, Kamiljon akaning hamma san'atkor shogirdlari. Hammamizning ustozimiz. Lekin bir gapni e'tirof etganimizda shu shogirdlarning ichida eng yaqini Bobur aka edi. Qo'shiq ishlash uslubim, aytish uslubim juda yaqin edi. Masalan, u paytlarda so'z topish qiyin bo'lgan. Masalan, Kajan Suvaraning so'zi yoki bo'lmasa boshqa jahon o'rtanmasa Nagah mani o'tli xonimdan degan Muhammad Suvar. Yakbarda Suvarga aytilgan bu. Shu so'zlarni men e'tibor beraman-da, shu yosh paytimda. Shu so'zlarni ko'p vaqtda ko'p ishlashni bilmaydi. Shu o'zi shogirdlari ham ko'pchilik bilmaydi shuni. Lekin shu so'zlarni Bobur aka shu so'zlarni aytgan. Yakbardan ham juda qoyil qilib aytgan. Kajan Suvarani ham aytib, mana Gran plastik ham tushib ketdi ama Altın Fontadan bor. To'y sovushlari Qurda, Kamiljon akaning yaqinligi bilinib turadi. Hatto shu to'yda Qurda yurishlari ham o'xshab ketadi. Xalqchil qo'shiqlari Bobur akaning ham, dostonlardan ham juda ko'p aytgan. Chunki Kamiljon aka shuni boshlab bergan. Endi bu yerda bir shogirdni yuqoriga bir shogirdni pastga urish emas, faqat har kimning o'zi xislati bo'ladi. Hammasiga o'ziga xos mehri bo'lgan, albatta. Munosabati bo'lgan, hamkorligi bo'lgan. Bu ijodiy jarayon hozirgi ustoz va shogirdlarda ham bardavom bo'lishini istab qolamiz. Salomat bo'ling. Aziz teletomoshabinlar, mana bugun Navozanda ko'rsatuvini navbatdagi mehmonlari Ikromboy O'rinboyev, Jamolbek O'razmetovlar, Jamolbek aka, Ikromboy aka bugun Navozanda ko'rsatuvidan taassurotlar qanaqa? Buyuk ustozimiz Kamiljon Ataniyozov. Endi biza tasvirlardan olsak, gap ojiz deydi-ku uni. San'atkor bo'laman degan yigit ustozni ashulasini eshitib katta bo'ladi. Bizlardan katta insonlar ham, masalan, san'atkorlar ham shu ustozni ashulasi bilan katta ulug' san'atkor bo'ladi deb o'ylayman men. O'zlarimiz ham yana eshitib katta bo'lganmiz ustozni. Atalikning malum baktım beherda özü turmay uygatadı seherde. Atalıkның malum baktım beherde özü turmay uygatadı seherde. Pişirgen aşları gözünün yaşındayı çatmağı daşına anını berer neherde. Tarixsiz kelajak yo'q deganda shu buyuk ustozlarimizni ijodidan havas qilib san'atga kirib kelganmiz. Bizlar hozir eng yaxshi bir davrda yashayapmiz. Hamma narsa to'kin sochiliq, shukronligimiz ko'p. U davrlarda qiyin davrga qaramasdan shu ularning ijodi yopqozgan qazuvchilar bir haftalab, oylab, yillab uydan ketadilar. Ya temir yo'l quruvchilar. Shularni san'ati bilan ilhomlantirib, hayotdan bir zavqlanib yashashga katta hissa qo'shganlar Kamiljon ustozimiz. Bir ashulasi bor-ku. Assalom, 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 assalom. Salom sizga ey azizlar hormangiz. Salom sizga ey azizlar hormangiz. Vatan ishqi meri dilda hormangiz. Vatan ishqi meri dilda hormangiz. Mehnatkashlar bu ashulalarni eshitib, zavqlanib, kuch olib, energiya olib, yana hayotdan rozi bo'lib mehnat qilganlar. Yozgan she'rlari, bastakorchiligi, boshqa san'atkorlar bilan solishtirib bo'lmaydigan darajada biz faxrlanamiz shunday buyuk ustozni yurtda tug'ilganimizdan. Hurmatli teletomoshabinlar, ajoyib xirgoyilardan bahramand bo'lyapmiz. Bugungi Navozanda ko'rsatuvida barcha navozandalar yig'ilib ustozni xotirlayapmiz. Kattakon rahmat. Kamiljon Ataniyozov to'g'risida qancha gapirsak arziydi. Bu inson bilan men televiziyada ishlagan paytlarda 7-8 marta uchrashib, ko'rsatuvlar qilganman rejissor bo'lib shu paytlari. Shunday voqea bo'ldi. Aslida o'zi minutni hisoblab, ashulasini eshitib ko'rish kerak. Suvara Chapandan Suvara, keyin bir ikkita ashula, keyin bir ashula o'ynatamiz degan ashula bilan shuna qilib bir 40 minut ko'rsatuv tayyorlangan edi. Ertaroq keldi. Keyin kabinetda o'tirdik. Endi repetitsiya qilib qattiq qish edi.
krant deymiz endi suv chiqaradigan. Mana shu krantlar ham qotib qolgan. Endi ichadigan suv yo'q. Keyin aytdi, u vaqtda rahmatlik Otanazar aka doirachi, Quronboy aka bulamonchi, Aldanazar aka degan skripkachi, g'ijjakchi insonlar shular bilan kelib, bizlarda shunday sharoitimiz hozir qish, qattiq qish keldi, shunaqa bo'ldi. Keyin aytdi, Otanazar sen dedi uyga borib bir bosma choynik choy damlab kel dedi. Ko'rsatuvga 1 soat, 1,5 soat bor ekan dedi. Keyin Otanazar aka u paytda Kamoljon Ataniyozovning 21 Volgasi bor edi. Shu Volgani minib choy olib keldi. Shu ketgan paytida Hindistonda bo'lgan gastrolga borgani, salom Hind xalqiga O'zbekistondan degan so'zlarni aytib berib, umuman Hindistonda bo'lib haligi fil bularga endi sovg'a qilganlarni aytib berdi. Bir soat kabinetda o'tirib yurunglashdik ko'rsatuv paytigacha. Ben 20 yil ishladim Xorazm televideniyasida. Uylarında ko'p o'tirishganman, choy ichganman bu inson bilan. Ota bobolarimiz, misol uchun menga Kamoljon deb ism qo'yib, mana shu rahmatli Kamoljon akani muxlisi bo'lgandan keyin shu o'g'lim shunaqa bir san'atkor bo'lsin degan maqsadda qo'yilgan. Endi san'atkor bo'lib ashula aytmasam ham, lekin bu sohadan san'atga qiziqqanligim uchun endi bir narsani eslatib o'tay, u paytlari qishda bo'lsin, yozda bo'lsin, qur tashab, haligi kigiz, shalcha qo'yib, somon tashab, shu yerda aylantirib, ovqatdan shu yerda berar edilar. Shunda Kamoljon aka vaqtda mikrofonlar yo'q. Ana shunda qurni aylanib o'tganda haligi odamlarning orqasidan yurib, shu insonning ashulasini bir aylanadimi, ikki aylanadimi shu qurni nariga tarafidan orqadan yurib ashulasini eshitganman-da shu insonlarni. Ana shunaqa yoshlikda muxlis bo'lgan insonlarimiz bu insonlarga-da. Kamoljon akani yaxshi bilaman, yoshlik chog'imdan shu otalarimiz shu Kamoljon aka bilan inoq do'st bo'lgan, mana Kamoljon akam yaxshi biladi. Bizlarda to'ylarimizda ko'p marta kelgan. Shu otamiz borgan vaqtda Kamoljon shunday bir to'ylarimiz bor. Shuna qatnashib bilasmada albatta hech yerdan qolmayman, aytilgan yerga hammasini boraman degan Kamoljon aka. Shunday bir ajoyib inson bo'lgan. Shu 45-yilda mendan katta opam tug'ilgan shu vaqtimda 5 to'yda otam aytgan, opamning ikisi Kamoljon artist bir ajoyib artist, xalqqa bir shunday xizmat qiladigan inson. Bizi bog'larimizdan bo'lsa, xalqqa xizmat qiladigan inson bo'lsin deb bizi Kamoljon deb ot qo'yganda. Endi men ashulalarning hammasini nazorat qilaman, shu yot yerlarda bog'ini boqdim baharda deb aytgan qo'shiqlar bor. Yot ellarni bog'i bilan bog'chasi o'z elimni yantog'incha bilinmas deydi. O'z eling o'sgan yering hech shunday kelmaydi. O'zimizni o'sgan yurtimiz, vaqt xo'shlik etib shu yurishimizdan vaqtimiz xo'sh. Shunday san'atkorlar ko'payavergay, yurtimiz tinch bo'lgay. Matxuron og'a, Kamoljon Ataniyozov ijodiyotidan shu ijodingiz davomida olgan zavqni nimalar bilan e'tirof qila olasiz? U kishining ijro uslubi ayniqsa xonandani juda ham ta'sirlantiradi. Yoshlik paytlarimizda, endi shu 10-11 yoshlarimda bizlarni Yangiyo'l tumani Vazi Ko'riktom qishlog'ida madaniyat saroyi yangidan qurildi-da. Shunda yosh bolamiz Kamoljon Ataniyozov konsert qo'ygani kelishibdi deb eshitdik. 3 kilometr uyimiz uzoqda. Shuni xalq qatori borganman men. Klubning oldida bo'lib turibdi konsert. Konsertda Toshkentda kelgan butun artistlar bor. Muhabbat Shamoyeva, Toshtemir Sharipov, Kamoljon aka tashqarida bo'lib turgan nimaga sal kechroq kelib ichkariga kirdi. Qarab o'tiribmiz-da. Hamma tashqaridagi inson ichkariga kirdi zalning ichiga. Shunday ashula aytdi, xalq o'rnidan turib chapak chalib, uni biz sotib oldik degan do'sti bor edi, shuni o'rtaga sahnaga chiqarib shuni o'ynatdi. Kamoljon aka ikkisi o'ynab shu yerda xalqqa xizmat qildilar. Birinchi konsertda qatnashishimda vaqt o'tib 1973-yil 1-2 may kunlari Toshkentda konsert berdi Kamoljon aka 2 kun. Studentimiz Toshkentda san'atkorlar chiqdi. Oxirrog'ida Ortiq Otajonov chiqdi. 8 yoshli Ortiq aka Alloh rahmat gulni chiqarib tabrikladimda orqaga o'tib turdim. Uchimiz so'lashib turgan edik. Orqadan Kamoljon aka kelaverdi. Yanida Atanazar akalar. Shartta ben borib o'rnimga o'tirdim. Diktor e'lon qildi. Endigi navbat O'zbekiston deganlar xalq
2000 halk orundan turup nergi tamar basılıp gitti. Mikrofonda diktirme avazı iştirme kaldı. Arayan Türkmenistan, Karakalpakistan'dan işte. Halkın çepeginden yan mikrofon pasayıp gitti de. Çıkıp oraya kesel paytında sahneye çıkıp kürsüde oturunca selken 10 minut halk turup çepek çaldı. Şunda oturgan halinde toyla mübarekten başladı. 14 yaşındaydı. Şu kesel halı keyni de rakkasa bilen şurada bir çinemde var iken oyunga düşmekçi oldu. Oyunga düşüp bunu organ adamlar alıp ketmekçi oldu. Hey dedi, tegme oynasın dedi. Yana bir gap 14 yaşlarını aytıp rahmet dep çıkıp var yaptı. Sahneden düşüp ta arkaga ötüp ketmeyince bir bu yan bir 7-8 minut çepek olup durdu. Ben şimdi Kamıcastan senatını kudretini bilgen ben. O çepekleri kışlaklarda talbaların üstünde kernayna bola dedi. Tuş paytında kışlak hocalık adamları için iştiriş boladı kaçan Kamıcas'a çıkardı. Kuşkuları kara batırar dedim ben. Şunu işitip yaş paytlarında köpeşlerini hırkaya kılgama Kamıcas'a bulup kıçkıramazlar. Avazlarımız yetmiyor. Ona özünün vakti burada iken onu. Kamıcas'ın kendi şimdi kısladı bu arada paktaplarla tolgan paytında. Galaban mübarek Xorazm, ülkem Xorazm'dir, menzil mekanım şu koşullarını aytkanman. Septilerini keyine aytkanmaz. Ulperiye özge mecnun zar ekanin bilmedim. Furkati deşti ara bemar ekanin bilmedim. Dedesi Niyazi'ni gazalga okugan koşukunu aytkanmız. Xorazm Özbekistan'da köp maktab ötleri. Şarkta ziyamaş el sen Özbekistan. Galaban bembeyi kan Özbekistan. İkbalı parlagan sen Türkmenistan, galaba menbeyi can Özbekistan, can Türkmenistan deb shuna qo'shiqlarni eshitganmiz yosh paytimizda. Qadrli shinavandalar, yoz fasli istirohat fasli hisoblanadi. Ana shu faslda tabiat qo'ynidagi jarayonlar insonga his hayajon baxshida qiladi. Mana bugun shogirdimiz bilan shu tabiat qo'ynida muxlislar, ustoz san'atkorlar va shogirdlar biz ham zavq olishga harakat qildik. Albatta ustoz, bugun taassurotlar juda ham boy. Yangi bozor yilida mana katta bir asrlik gujumni ostida so'rilarda o'tirib namozanda suhbatini qilish bir o'zgacha zavq bag'ishladi. Biz ana shu joyda har yil yoz faslida kelib ham dam olamiz, ham chiroyli esdaliklar qilamiz. Bu joyda tayyorlangan ko'plab teledasturlarimiz muxlislarimizga havola qilingan va ular bizga yaxshi e'tiroflarni aytishgan. Bugungi chiroyli so'zi suhbat ham teletomoshabinlarimizga, musiqa shinavandalarga manzur bo'lsa ajab emas. Hali bunday joylarda juda ko'p uchrashuvlar qilamiz. Milliy musiqa san'atimizning targ'ibotini bunday joylarda olib borishning ham o'zining zavqi bor. Komiljon Otaniyozov milliy musiqa san'atimizning ulkan darg'asi. U kishining qo'shiqlari barhayot. Chunki har bir qo'shig'ida o'ziga xos ohang, joziba, ijro uslubi namoyon bo'lib turadi. Shunday ekan, hammaga qo'shiqlar hamroh bo'lsin. Komiljon akaning qo'shiqlaridan doimo zavq olib turaylik. Kichik komiljonlar ko'paysin. Barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz, qo'shiqlar hamroh bo'lsin. E'tiboringiz uchun tashakkur, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Yurtum Xorazmdir manzil mekanım. Yurtum Xorazmdir manzil mekanım. Aleme meşhursan ak altın kanım. Kutlayın galaban yar yaranım. Kutlayın galaban yar yaranım. Bayrakdar ilden ben yoktur hermanım. Sen medetkarım, bilge dermanım. Sen medetkarım, ey bilge dermanım. Abi hirayım sen, kuvvet medarım. Abi hirayım sen, kuvvet medarım. İlhamım aşar her günde. Bar kurup galaban daşar her günde.
Mert nevciva sana yaşar her günde. Hayıl bulsun sana taşar her günde. Marifet mekanım gülle diyarım. Marifet mekanıma yaşına diyarım. İlmu hazinem sen, kuvvet medarım. İlmu hazinem sen, kuvvet medarım. Meş'elin leş'esi yağdımda hemen. İltiler hemişe ruhum sen tamam. Eveyledin kirdim illikke aman. Eveyledin kirdim illikke aman. İlmi hüner bir diye şu vakti zaman. Marifet mekanım ey gülle diyarım. Marifet mekanım ey yaşına diyarım. İlmi hazinem sen, kuvvet medarım. Abirayım sana, kuvvet medarım. Budan vakti yavruluk hür elimdedir. Elimge rahmetim çin dilimdedir. Para bülbülleri her gülümdedir. Kuvvetli mert halkım can dilimdedir. Kamildir hür yerim şevketim şanım. Kamildir hür yerim şevketim şanım. Esel kandım sen şekeristanım. Esel kandım sen şekeristanım. Güzel Harizm'e menzil mekani. Yaralarım yüzüydü aya aşık bulmuşam. Barçalar maksudu güllüren aya aşık olmuşam. Bilen bağ işre bir aya aşık bulmuşam. Gözü gayip yüzleri yıldaya aşık bulmuşam. Menzilim bağ işre bir seraya aşık olmuşam.